Bir musulmon erkak ayoli bilan dunyo bo'ylab sayohatga chiqibdi. Sayohat davomida juda chiroyli joylar va chiroyli mamlakatlarni ko'rishibdi. Hayotdan minnatdor holda sayohatni davom ettirar paytda ularga ikkita juftlik duch kelishibdi. Bu juftlik ham dunyo bo'ylab sayohatga chiqqan fransuz ayol va erkak edi. Haligi juftlikning erkagi so'z boshladi. Sizlarda musulmonlarda juda qiyin-da ayollarni issiq kunda bunaqa o'rab, chirnamab qiynaysizlar. Bizani ayollar xohlagan kiyimini kiyadi, xohlagan joyiga boradi. Biz ularga hech ham qiyinchilik tug'dirmaymiz. Uni kiy, buni kiyma deb ularga cheklov qo'ymaymiz. Ular xohlagan kiyimini kiyib, o'z go'zalligini butun dunyoga namoyish etadi debdi fransuz erkak maqtanib. Haligi musulmon erkak jim turib bu gaplarni eshitib, keyin so'z boshlabdi. Dunyoga qarang, qarang dunyoga. Boy odamlar qayoqda yashaydi? Baland binolarda, yopiq, chiroyli, qishda issiq, yozda sovuq xonalarda. Lekin och va yalang'och odamlar ko'chalarda, sarson-sargardonlikda va boshpanasiz joylarda yurishadi. Chiroyli mashinalarni odamlar g'iloflab garajiga solib qo'yadi va o'ziga kerak paytda haydaydi. Lekin kerak emas arzon mashinalar har xil joylarda, oftobda, qorda, yomg'irda yotadi. Shundan xulosa qiling, bizning ayollarimiz xorlikka, dunyo manfaati uchun ko'z bo'lish uchun tug'ilmagan. Muslimalar har kimni qo'lida o'yinchoqqa aylanish uchun yashamaydi. Qalbimiz qasriga kirgan muslimamizni butun dunyodan muhofaza qilishni xohlaymiz, dedi haligi musulmon erkak va bir jilmayib yo'lida davom etishdi.